Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taologa beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, Qirg'izistonimizda insonni ko'zi quvonadigan, qalbi xursand bo'ladigan ajoyib bir ishlar bo'lyapti. Biz avval ham bu joyga bir ziyoratga kelgan edik. Bu safar ham kelib ziyorat talabalarni o'qiyotganligini, ilm olayotganligini, ustozlarning xizmatlarini, bu yerdan turib, boshqa joydan turib yordam berayotgan odamlarni ko'rib, juda ham inson quvonasan, ba'zan ishonasan, ba'zan esa inson ishonmaysan. Bu yerga kelib o'zingiz mana shu joydagi holatlarni ko'rmaguningizcha, bu holatlarga guvoh bo'lmaguningizcha ishonmaysiz. Talabalarimizni maktab davridan boshlab, hatto ba'zi bir nimalarni ko'rdikki, demak bu yerda o'qiyotgan talabalar maktabda birinchi o'rinda turishibdi. Bu yerda o'qiyotgan talabalarimiz ota-onani hurmatida birinchi navbatda turishibdi. Bu yerda o'qiyotgan talabalarimiz kasb, hunarni o'rganishyapti. Hattoki mana shu talabalarni zerikmasliklari uchun baliqlarni, har xil Qirg'izistonimizda topilmas bo'lgan mavjudot, maxluqotlarni, tuyalar deysizmi yoki boshqa narsalar deysizmi, mana shunday narsalarni olib kelinib, ilmiy majmua deyiladi, kompleks qilib tuzilgan ekan. Ilm aylanib yuradigan narsa, hurmatli birodarlar, jamoatlar, ilm aylanib yuradi. Ba'zan Alloh subhanahu va taolo bir yurtga beradi, ba'zan esa boshqa joylarga beradi. Bizga bu yerda anaqa video slayd showda ko'rsatildiki, avvalgi mana shu joyning holati qanday eski bo'lgan, hozirgi holati qanday? Avvalgi holati tashlandiq bir axlatlar tashlaydigan joy bo'lgan. Hozirgi holati nur, oq o'rda bo'lib, bu yerda ilm tarqaydigan, nur tarqaydigan, dunyoning mashriqidan, mag'ribidan kelib, ibrat olib, duo qilib, xursand bo'lib, ko'ziga yosh olib, mana shu joyga haqiqatan ham shundaymi? Talabalar hadislarning shunchasini yodlashyaptimi? 10 ta qiroatdan Qur'oni Karimni yodlashyaptimi? Shuncha talaba shu yerda ilm olyaptimi deb ajablanib insonlar ketyapti. Biz ham ko'rib ajablandik. Meni yodimga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda birinchi bo'lib Madinaga Munavvaraga borgan holatlari esimga tushdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam masjid qurilishligi uchun sahobalar bilan mashvara qildilar. Tuyasi bu rikada edi, baraka topgan joyga, qasva to'xtagan joyga aytdilarki, mana shu joyga masjid solamiz dedilar. Ana u joyda xurmoni poyalari, eski bir axlatlar, qadimiy bir qabrlar bor edi. Shu joylar tozalandi. O'zlari bosh bo'lib, sahobalar yordamchi bo'lib, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mehnat qildilar. Qabristonlarni, eski xurmo joylarini tekislanib, ustiga hozir hammamiz borib ko'zimiz quvonib, xursand bo'ladigan Masjid an-Nabaviy qurildi. Biz aytamizki, hurmatli jamoat, dinni va dunyoni jamlanadigan, dunyo va oxiratiga foyda bo'ladigan o'qishlarni ba'zi bir joylarda topa olmaysiz. Masalan, bo'lishligi mumkin, dunyoviy ilmlarni zo'r oladi, odob yo'q, axloq yo'q, hattoki ovqat yeyishni ham bilmaydi. Qanday ota-ona bilan muomala qilishni ham bilmaydi. Afsuski, ba'zi bir joylarda diniy ta'limlarni olamiz-u, muomalat, odob, axloqdan kech qolib qolyapmiz. Lekin bu Qoraboltadagi Yusuf Balasag'an degan Qirg'izistonimizga eng mashhur va belgili bo'lgan, O'rta Osiyoda hozir bunga o'xshagani topilmaydigan bu madrasa, kompleks, ilm majmuasi markazi Alloh subhanahu va taoloni Alloh subhanahu va taoloni fazli karami rahmati bilan, so'ngra birinchi kundan boshlab birinchi talabani o'qishligidan bugungi kungacha xizmat qilayotgan ustozlar, yanadagi qo'liga qo'l, putiga put bo'lib yordam berayotgan yordamchilar, Alloh subhanahu va taolo ularga bir fath, nusrat, g'alaba beribdiki, bu joyda juda ham ko'p talabalarimiz ilm olyapti. Biz aytar edikki, faqatgina duo qilamiz. Alloh taolo yomon ko'z, yomon so'zdan o'zi saqlasin. Boshqalarga ham aytamizki, masalan, ko'p odamlarimiz bu joyga ziyoratga kelishganidan so'ng fikrlari, o'ylari o'zgargan. Ha, musulmonlar mana unday ekan, ilm olishlik bunday ekan, tartib, odob, axloq mana bunday ekan deb musulmonlarimiz yoki o'zlari musulmon bo'lib turib, iymoni komil bo'lmagan insonlarimiz ham bu joyga kelishganidan keyin o'zgarishgan. Alloh subhanahu va taolo bu yerda mehnat qilayotgan avval ustoz Abdurahim Sheyx va yordamchilari qancha bu yerda xizmat qilgan o'tganlar bor dunyodan. Alloh taolo ularga o'tganlarni rahmatga olsin, qolganlarga tavfiq, hidoyat, sirotun mustaqim bersin. Ko'p mehnat qilingan farzandlarimiz, zurriyotlarimiz nafaqat Qirg'izistonimizda, dunyoni boshqa joylariga ham borib, ustoz bo'lib,
dinni, vatanni tanitadigan farzandlar, zabardast olimlar bo'lishini Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Yana bir bor so'zni nihoyasida aytamizki, man lam yashkurin nas, insonlarga rahmat qilmagan, rahmat demagan, bu bizdan emas, Allohga shukr qilmaydi dedilar. Biz juda ham minnatdor bo'ldik, havas qildik, xursand bo'ldik, ko'rdik. Yanada ziyoda bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Elimiz, yurtimiz doimo tinch bo'lsin. Mana shunday dinimizda Qur'onni va ilm asosida, ilm, din asosida, Qur'on, hadis asosida ulamolarimizni hikmati, Hanafiy mazhabimiz bo'yicha mana shu o'zimiz yo'llarimiz bo'yicha chiqadigan talabalarimiz yanada ko'paysin. Alloh subhanahu va taolo ularni ustozlarga, ta'lim tarbiya qilayotganlarga Alloh taolo o'zi sabr bersin, tavfiq bersin, hidoyat bersin, sirotul mustaqim bersin, elimiz tinch bo'lsin. Bunday majmualarimiz yanada ko'paysin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.